qaynona o'lsin-u, kelin qaynonasi qolsin. Bu degani hamma qaynonalar onasi bor. Astag'firullah, yomon niyat qilmang. Voy. To'ppa-to'g'ri meni ham onam bor, o'zim ham xudo xohlasa qaynona bo'laman. O'zingizni ham onangiz, qaynonangiz bordir yoki o'zingiz qaynonadirsiz, ha? Xudo xola shu bitta video olib borganimga odamni bilmasdan, ko'rmasdan unaqa gaplarni yozib tashlash kerak emas-da. Hazil kontent joylagandim. Shunda kommentariya bomba bo'lib qoqilib yotibdi. Endi nima demoqchiman? Hammaga insof bersin, qaynonalar o'lmasin, umrligi uzoq bo'lsin. Chunki yaxshi qaynonalar juda ham ko'p. O'zini qizini qizidek ko'radigan. Yaqinda mana Andijonga borib keldim. U yerda ham havasim keldi. Qizlari yo'q, o'g'illari bor edi. Kelinlari shunaqa ham yaxshilar. Tug'ilgan kunlarida tabriklab, ochiqda qalbi qizidek qabul qilgan bemalol kelin qaynonasini quchoqlab onasidek nima deydi, munosabatda bo'lyapti-da. Havasim kelib keldim. Umri uzoq bo'lsin.